Bo'ston avtomaktab nomer 1. Assalomu alaykum hammaga. Bo'ston avtomaktabga yana keldik, xudo xolasa. Bizdan ko'p so'rab turibdilar. Bu yerga kelsak, domlalar qanday o'qitadi, sharoitlari inchalik deb so'rab turibdilar. Bizda to'lov oldindan emas, kelib turib dokumentlaringizni olib kelgan vaqtda kelasizlar, ko'rasizlar. Domlalar qanday dars o'tadi, qanday shart-sharoitlarimiz bor. Kelasizlar, bemalol kelib ko'rib, keyin to'lov etsanglar bo'ladi. Bemalol taklif etamiz. Shunday kelib ko'raverasizlar. Menimcha sharoitlarimiz hammaga yoqsa kerak. Bemalol taklif etamiz. Imini ko'pincha hozir bizning kanalimizda ayol qizlar ko'p xorlashib turibdi. Bemalol kelib o'qib olaverasizlar. Bizda ayol qizlar hozir 8 mi 10 ayol qizimiz bor, tayyorlanib turibdi. Xudo xolasa bugun ham birisi o'tib keldi, videosini qo'yamiz. Hammangizga tavsiya etamiz. Bo'ston avtomaktab nomer 1.